Jigarlar, Reverem Show oilasida Sizlardan challenge so'rayaptimi? Mana sizlarga o'yin ichida o'yin. Reverem Show uchun challenge e'lon qilaman. Shaxsan Reverem zavodni o'zi jo'natdi dedik. Bir ko'ramizmi? O'rtoqlar, haqiqatdan o'rtoqlar, Reverem Show hamma yoq Reverem bo'lib ketdi. Hamma blogerlarda Reverem maqtab 500 million yutib qo'yganligi uchun dilini hamma joy vahima bo'lib ketdi. Hamma do'konlarda qolmay qolyapti, lekin bizda Reverem shunday oligacha turibdi do'konimizda. Bilmadim, endi bizdagilar qiziqmaydi, unchalik shunchalik ham bo'lsa kerak. Lekin ayrim joylarda tugab qolyapti ekan. Hamma Reverem olaman deb qidirib yuribdi ekan. Bilmadim, men qiziqmayman, prosta ta'miga qiziqdim Reveremni. Bu shousiga ham, unisiga ham unchalik qiziqishim yo'q. Bunaqa narsalarga unchalik ham qiziqmayman. Prosta ta'miga qiziqdim o'rtoqlar. Ta'mi qanaqa ekan hali tatib ko'rganim yo'q. U ta'mini hozir birgalikda ko'ramiz. Mana Reverem o'rtoqlar. Xo'p, buni birgalikda hozir ta'mini totib ko'ramiz qanaqa ekan. Shakarsiz deyishgani uchun men shakarsiz narsalar unchalik ichmayman, chunki shirinlikni juda yoqtiraman. O'shaning uchun balki shakarsizlik uchun qiziqmagandirman. Qopqog'ini boplabdi, lekin chang tushmaydi. Mana o'rtoqlar. Xo'p, bismillah. Haqiqatdan lekin yaxshi ekan, zo'r ekan. Faqat haqiqatdan shakarsiz ekan lekin. Ananasligini olgandim. Buni har xili bor ekan, anorli, yana qanaqadirlari bor ekan, har xillari bor ekan. Yaxshi lekin normal, qanaqadir o'rtacha ta'mda. Qattan lekin shakarsiz. O'rtacha ta'm. Qanaqadir balki ananasli uchunmi, menga ananasligi yoqadi, o'shaning uchun ananasli olgandim. Anorligi ham yaxshi lekin. Tak. 5 gacha bahoni 5 dan 4 baho beraman. Shakarsizligi uchun albatta. Ayrimlar shakarsizlikni yoqtiradi, yosh kattalar. Bizda Jizzax viloyati Yangiobod tumanida do'konlarda narxi 13 ming ekan. Boshqa joylarda qancha yozib ketamiz, narxini bilib olamiz shunga qarab.